Rasulullohchi hazillashsa ham rost gapirib hazillashardilar. Men jannatga kiramanmi dedi bir qari kampir. Yo'q, siz jannatga kirmaysiz dedi. Yig'lab ketdi. Dili vayron bo'ldi, chaqirib kelinglar. Kampir holda kirmaysiz dedi. Xursand bo'lib ketdi. Hazillarimizni necha foiz yolg'on bo'lsa. Abdul Qodir Jiloniy solih, obid kishilardan edi. Yosh ekan, karvondagilar bilan bir safarda ketayotganida qaroqchilar to'sib, hammasini to'ntuv qilib, qancha puling bor, po'posa qilib pulini olishni boshladi. Qaroqchilardan bittasi keldi, hali yosh yigitchaga "Nech puling bor?" dedi, 40 dinor dedi. Haligi yosh bolada buncha pul nima qiladi deb ishonmadi-da, o'tib ketaverdi. Yana bittasi keldi. "Qancha puling bor?" dedi. 40 dinor dedi. "Meni masxara qilyapsanmi?" dedi. "Yo'q" dedi. Yetalab boshlig'ini oldiga olib bordi. "Mana o 40 dinorim bor" deyapti. Boshliq so'radi, qaroqchilarning boshlig'i. "Qancha puling bor?" "40 dinor pulim bor." Chiqardi. Rost gapirganligini ko'rib turib, "Nimaga bunday qilding?" "Onamga hech qachon yolg'on gapirmayman deb va'da berganman" dedi. "Va'dam ustida turaman" dedi. Qaroqchilarning boshlig'i, birodarlar, mana shu bolani qilgan ishidan hayo qilib, uyalib, hammasini qo'yib yubordi.